ma'rifiy suhbatlar. Qalblar yaxshilik qilgan odamni sevish va yomonlik qilgan kimsani yomon ko'rish tuyg'usida yaratilgan. Kim bir kishini yaxshilik tomon yo'naltirsa, unga ham o'sha yaxshilikni qilgan yoki bajargan kishining mislicha ajr bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, eshittirishimizning muhtaram muxlislari. Diyorimiz ulug' allomalar yurtidir. Bu yurt olimlari o'z ilm va ma'rifati bilan dunyo beshigini tebratgan. Qur'on tafsiri, hadis ilmi sultonlari, fiqh ulamolari, tariqat ustozlari tomonidan butun dunyoni lol qoldirgan ulug' merosimizdan hozirgacha dunyo islom ahli bahramand. Dunyoviy ilmda ham Al-Xorazmiy, Beruniy va Mirzo Ulug'bekdek allomalarimiz tomonidan bitilgan kitoblar dunyoning barcha ilm dargohlarida o'qitilishi sir emas. Tariqat yo'lining buyuk piri komillari Yusuf Hamadoniy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Ahmad Yassaviy, Zangi ota, Sayyid ota va Bahovuddin Naqshbandiy kabi yuzlab zotlar tomonidan qoldirilgan ma'naviy meros bebaho xazina bo'lib, hozirgacha o'qib o'rganilib, jahon sufiylarning dasturi ekani sir emas. Ko'plab mamlakatlarda ularni ustoz deb hurmat qilib, buyuk yo'llarini tutganlar son sanoqsiz. Bugungi suhbatimiz ana shunday allomalarimizdan biri. Ahmad Yassaviy maktabining davomchisi Sofi Muhammad Donishmand haqida bo'ladi. Mavzuni yoritishda bizga filologiya fanlari doktori Nodirxon Hasanov yaqindan yordam beradi. Mikrofon qarshisida Ma'murjon Abdiyev. Sofi Muhammad Donishmand Yassaviy tariqatining yetuk namoyandalaridan biri bo'lib, uning ilmiy salohiyati va darajasini qanchalik yuksakligini bildiruvchi bir rivoyatni keltirib o'tish aynan muddaodir. Hoji Ahmad Yassaviyning dong'i kun sayin atrofga keng yoyilib borardi. Hazrat Sulton haqidagi ovoza Marv shahriga ham yetib boradi. Marvaziy degan mudarris shahar muftiy va mullalarni yig'ib Ahmad Yassaviyga borib, turli qaltis savollar bilan yengib kelish niyatini o'rtaga tashlaydi. Ular ancha vaqt 3000 ta savol tayyorlashib, yodlab oladilar. Marvaziy boshchiligida 400 nafar olim Turkiston sari yo'lga tushadilar. Ko'ngillarida g'arazli shubha, yodlaganlari murakkab savollar. Hazrat Sulton ikki shogirdini alohida yoniga chaqiradi va marfliklar maqsadini ularga aytadi. "Chirog'im" deb murojaat qiladi shogirdi Sofi Muhammad Donishmandga. 1000 ta savolni ularning hofizasidan chiqarib faromush etgaysiz. Bosh ustiga taqsirim deya shogird ortga tisarilib chiqib ketadi. Ikkinchi shogirdi Sulaymonga ham shunday topshiriq beradi. Ertasiga peshin paytida kutilayotgan mehmonlar yetib kelishadi. Marvdan kelgan mehmonlar bu yerdagi ustoz va shogirdlarning kiyim boshlariga qarab istehzo qildi. "Shu yalang oyoqlarmi? Hali muridlaring?" Hoji Ahmad qizishmadi. Birorta so'z ham demadi. "Xush kelibsizlar. Mehmonimiz bo'linglar. Bafurja so'ylasharmiz. Tangri nasib etsa tanishib ham olarmiz" deydi hazrat. Mehmonlar 2-3 kun dam olishsin, so'ngra 3-kuni kattagina maydonga supacha ishlanadi. Hamma yig'ilgan. Gapning qisqasi mehmonlar ishonch hosil qilish uchun savol beradigan bo'ldilar. Hazrat yo shogirdlari baholi qudrat javob berishga kelishib olindi. Dastavval so'z navbatda mudarris Marvaziyga berildi. U minbarga ko'tarildi. "Bizlar savol beramiz. Javobi sizdan. Inshaalloh kim haq, kim nohaq ma'lum bo'lg'usidir." Marvaziyning so'zini bo'ldi Muhammad Donishmand va hazratning nazaridan ma'no o'qib yig'ilganlardan uzr so'radi. Hammaning nazari mudarrisda. U viqor bilan nimalarnidir aytgisi kelar, lekin hofizasi faromush, o'zi xomush, dili g'ashidi. Harchand urinmasin, yodlagan va yodlatgan savollarni o'ylab topolmasdi. Tili kalimaga kelmasdi. Hamma sukutda. Go'yo hozir minbarda bir mo'jiza ro'y beradigandek. Marvaziy 1-2 qisqa yo'talgan bo'ldi. Hech narsa xayoliga kelmadi. Demak, ko'pchilikning salobati bosgan bo'lsa kerak. Marvaziy yonidagi jildlikdan bir daftar chiqardi. Savollar, muammolar barchasi
shunga xat qilingan edi. Ming andisha ila daftardan o'qib berishga jazm etdi. Daftarning har sahifasini ochib ichida astag'firulloh dedi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, biror sahifada biror harf qolmagan edi. U minbardan yiqilayozdi. Ey voh, bu qanday mo'jiza, bu nechuk qudrat. Mudarris o'zini Hazrat Sulton oyog'iga tashladi. Yuzlarini tuproqqa surtib ingradi. Taqsirim, pirim, men gumrohni af eting. Ko'zdan yosh tomchilardi. Biz o'qibmiz-u, lekin hanuz uqmagan ekanmiz. Ming shukrki, kech bo'lsa ham adashganimizdan voqif bo'ldik. Xo'ja Ahmad o'ziga iltijo bilan tikilib turgan mudarrisni ikki qo'llab turg'azib qo'ydi. Ularning xayollarini parishon qilgan Sofi Muhammad donishmand edi. Sufi Muhammad donishmand o'z asarida haqning visoliga yetish uchun tariqat yo'liga kirgan soliklar Alloh taolo buyurgan mazkur 3 yo'lni, ya'ni tariqat, shariat va haqiqatni bosib o'tishlari kerakligiga doir Ahmad Yassaviyning yana fikrlarini keltiradi. Islom dini Allohga olib boruvchi bir yo'ldir. Boshlang'ichi shariat, o'rtasi tariqat va oxiri haqiqatdir, deyiladi Ahmad Yassaviy tilidan. Hatto Sofi Muhammad Yassaviyning, ya'ni ustozining fikrlarini qo'llab-quvvatlash uchun turli xil hadislar, oyatlar ham keltiradi. Bir hadis sharifni ham naql qiladi. Yozilishicha, payg'ambar alayhissalom shariat mening so'zim, tariqat amallarim, haqiqat esa holimdir degan ekanlar. Asarning birinchi bobi Ahmad Yassaviyning quyidagi so'zi bilan boshlanadi. Yo'l ko'rsatuvchi yo'lboshchilar 3 qismdir. Shariat yo'l ko'rsatuvchisi olim va podshohlar tururlar. Tariqat muqtadosi shayx va sufiylar tururlar. Haqiqat rahnamosi esa oriflar va muqarrab mashoyixlar tururlar, deyiladi. Shundan keyin Ahmad Yassaviyning shariat borasidagi yo'l yo'riqlari bayon etiladi. Ushbu bob sufiy donishmand tomonidan naql etilgan Ahmad Yassaviyning quyidagi fikri bilan yakunlanadi. Shariatni tamom qilmaguncha tariqatga qadam qo'ysa bo'lmas. Manmanlikdan kechib yo'qlikda bo'lsa, tirik o'lsa, andin so'ng tariqatga qadam qo'ysa bo'lur, deydi. Asarning ikkinchi bobi ham Ahmad Yassaviyning so'zlari bilan boshlanadi. Xabar berilishicha, Alloh tariqatni dastlab Ibrohim payg'ambarga nozil qilgani bois, tasavvuf va tariqatning otasi Ibrohim alayhissalom, ruhlarning otasi Muhammad alayhissalom, jasadlarning otasi esa Odam alayhissalom ekanligi yoziladi. Chunki Ibrohim alayhissalomdan keyin tariqat tushmadi. Muhammad alayhissalomdan oldin jon, ruh yaratilmadi. Odam alayhissalomdan avval ham jasad, ya'ni badan yaratilmadi, deyiladi. Yassi suvning orasi yotar gavhar bo'lasa. Mashoyixlar sarasi shayxim Ahmad Yassaviy. Qorachig'ani qushlagan, shunqor lochin ushlagan, sonsiz murid boshlagan shayxim Ahmad Yassaviy. Shariati orasida, tariqati payvasta, haqiqatda shoyista shayxim Ahmad Yassaviy. Yetuk muttasavvif Sofi Muhammad donishmand hayoti va faoliyatida ustozi Xo'ja Ahmad Yassaviy hikmatlarining ta'siri yaqqol seziladi. Tasavvuf biz bilamizki, qalb va ruh tarbiyasidir. Qalb tarbiyasi haqida so'z yuritar ekan, bot-bot ustozining hikmatlariga murojaat qiladi. Muallif tasavvufda muhim o'rin tutgan qalb masalasida ham Ahmad Yassaviyning qimmatli maslahatlarini naql qiladi. Qalbi salim bo'lmaguncha tariqatda qadam qo'ysa bo'lmas va har kimsa to'rt daryodan kechsa qalbi salim bo'lur. Avval dunyo daryosi, ikkinchi xalq daryosi, uchinchi shayton daryosi, to'rtinchi nafs daryosi. Bu daryolarga kema kerak kim, kemasiz kechib bo'lmas. Avval dunyo daryosini kechmoq kerak. Uning kemasi zuhd turur, oshug'i qanoat turur, bilgani xorlik turur, langari
sabr turur. Ikkinchi xalq daryosi, aning kemasi noumidlik va qat'iyat turur va langari firoq turur, o'tirishi esa xilvat turur. Uchinchi shayton daryosining kemasi zikr turur, oshug'i tasbih, langari xavfu rajo, o'ltirishi muhabbat turur. To'rtinchi nafsning daryosi, kemasi ochliq va suvsoqliq turur. Oshug'i ya'ni yemishi ozug'i ishq turur. Langari zavq turur. Cho'kishug'i ya'ni o'ltirishi shavq turur. Bas bu daryolardan kechgan kimarsa tariqat yo'lida sazovor bo'lib qalbi salim hosil qilur, deydi muallif. Risolaning haqiqatga bag'ishlangan 3-bobi ham yuqoridagi 2 bobda rioya qilingan tartibga muvofiq Ahmad Yassaviyning haqiqat maqomiga doir so'zlari bilan boshlanadi. Keyin esa Meroj, 70 ming parda, tariqatdagi 70 maqom, ya'ni yaqin martabasiga erishtiruvchi 7 maqom, basirat ko'zining ochilishi, sabr, qanoat, da'vo va ma'no, soxta shayx, ilohiy nur haqidagi oyat va hadislar, mashoyixlarning so'zlari, hikmatlari, xususan Ahmad Yassaviyning fikr mulohazalari naql qilinadi. Asarning 175-a varag'ida Yassaviy aytmishlar deya ulug' shayxning Faqrnoma risolasida keltirilgan shayxlar haqidagi fikrlari berilgan. Tasavvufga oid ilmiy kitoblar va tasavvufiy asarlarda shariat asos va birlamchi ekani, tariqat, ma'rifat va haqiqatlarning bir-biriga bog'liq bo'lgani qayd etilgan. Shariat yo'lida mukammal bo'lmagan kishiga tariqat, ma'rifat va haqiqat martabalari nasib etmaydi. Bejiz emaski, oriflar shariat bir daraxtdir. Tariqat uning shoxlari, ma'rifat yaproqlari, haqiqat mevalari. Daraxt bo'lmasa, navda ham, yaproq ham, meva ham bo'lmaydi deya ta'lim berganlar. Haqiqat bobining muhim jihatlaridan biri shundaki, unda Meroj masalasining ma'naviy tomonlariga oid yangi talqinlar o'z ifodasini topgan. Chunonchi Muhammad alayhissalomning Merojda Parvardigori huzuriga yetib borguncha 50 martabani oshib o'tganligi haqida bayon qilinib, ushbu 50 maqom birma-bir sanab chiqiladi. Bu martabalar orasida masalan aql, vujud, qadim, boqiy, olim, qodir, basir, amir, hakim, somat va hokazo mana shunday turli xil sifatlar tilga olinadiki, oxiri yozilishicha Hazrat payg'ambar ushbu 50 martabani oshgach niyatiga va maqsadiga erishdi. Ya'ni Merojga chiqqach Parvardigori bilan uchrashdi. Haq taolodan barcha ikrom, izzat, ikrom va karomotlarni ko'rdiki, ko'ngil va ko'ngil egasi payg'ambar uchun hech qanday parda qolmadi. Lutfu shavq yaqinligi bilan haqqa 2 yoy masofasidan ham yaqinlashdi. Bu avvalgi va keyingi mutasavviflarning ham ittifoq fikrlaridir, deydi Sufi Muhammad donishmand. Yana davom etadi, Ahmad Yassaviyning fikrini keltiradi. Muqarrab bo'lib qurbat maqomida turgan kishi haqning jamoli diydoriga musharraf bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom qalb ko'zim bilan jamolini mushohada qildim deganlar. Ammo tan ko'zi, ya'ni vujud ko'zi bilan ko'rdim demadilar. Muallif bu yerda Meroj masalasini izohlar ekan, yana Najmiddin Kubroning so'zlaridan ham misollar keltiradi. Bu yo'lda sabr bilan murod maqsadiga yetgan kishi haqida Kalomullohda shunday xabar bor. Hech shubha yo'qki, sabr qilguvchilarga ajr mukofotlari behisob, to'la to'kis qilib berilur. Zumar surasi 10-oyat. Payg'ambarimiz ham aytadilar, sabr Allohning xazinalaridan biridir. Uni faqat vali bandasiga ato qilur, deb ana shu Najmiddin Kubroning fikrlarini keltiradi. Yana aytadiki, Najmiddin Kubro hazratlari shariatda baloga sabr etmoq,
tariqatda baloga shukr qilmoq, haqiqatda esa balodan halovat olmoq kerak degan fikrlarni keltiradi. Mir'atul Qulub Sufi Muhammad donishmand tomonidan yozilgan yoki og'zaki naql etilgan, uning muridlari esa asarga ilovalar qo'shib kitob holiga keltirganliklari ham ehtimoldan xoli emas. Buni yuqorida keltirilgan iqtibos ham tasdiqlab turibdi. Ya'ni Najmiddin Kubrodan fikrlar keltirilganligi ham buni tasdiqlab turibdi. Asarda Ahmad Yassaviy, Sufi Muhammad donishmand bilan bir qatorda Hasan Basriy, Junayd Bag'dodiy kabi dastlabki davrning mashhur sufiylardan fikr qarashlar, shuningdek mavzuga oid oyat, hadislarning sharhlariga ham keng o'rin berilgan. Kitobda Yassaviy muridlaridan Sadr ota risolasidan bahs etilishi ham Yassaviyshnoslikda bir yangilik deyish mumkin. Muallif bu asardan ko'ngilga doir naqllarni keltiradi. Keyin o'z qarashlari bilan bir qatorda Shibli, Boyezd Bistomiy, Xizr alayhissalom, Ilyos, Dovud, Shayx Ibrohim, Muzaffar Daryoiy, Hakim Sulaymon ota, Mahmud Xoja, Zangi ota, Bobo Mochin kabi mashoyixlarning olami kubro va olami sug'ro, shayxlik, muridlik, riyozat, mukoshafa, 360 tomir kabi tasavvufiy masalalarga doir fikrlarni, shuningdek Qur'on oyatlari va hadislardan namunalar keltirib, ularni keng sharhlaydi. Xullas, Sufi Muhammad donishmand tasnif etgan Mir'atul Qulub risolasi Ahmad Yassaviyning tasavvufda tutgan yo'li, irfoniy fikr qarashlari bayoniga bag'ishlangan muhim ilmiy, tarixiy va tasavvufiy mavzudagi bir asar bo'lishi bilan bir qatorda Yassaviylik ta'limotining tarixi va taraqqiyot yo'llarini xolisona baholashga yordam beruvchi manba vazifasini ham o'taydi. Oriflar sultoni Ahmad Yassaviy shariat zohirda a'zolar bilan amal qilish, tariqat qalb bilan amal qilish, haqiqat esa sir, ya'ni qalbdagi javhar ko'ngil bilan amal qilishdir deganlar. Qalb pokligi barchamizga nasib etsin degan umid bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling. Ma'rifiy suhbatlar.